Men Jumayev Tohir Saidiyana shifo klinikasida kompyuter tomografiyasi yo'nalishida ishlab kelmoqdaman. Kompyuter tomografiyasi bu inson tanasining ichki a'zolarini batafsil tekshirish imkonini beruvchi zamonaviy tibbiy diagnostika usuli. Kompyuter tomografiyasi rentgen nurlari turli kasalliklar va jarohatlarni aniqlashda va unga aniq tashxis qo'yishda yordam beradi. Kompyuter tomografiyasi afzalliklari bir necha daqiqa ichida yuqori aniqlikdagi tasvirlarni olishda yordam beradi. Tananing turli qismlari, shu jumladan bosh miya, quloq, burun bo'shliqlari, ko'krak qafasi, o'pkalar va qorin bo'shlig'ining ichki a'zolarini ko'rishda qo'llaniladi. Va bundan tashqari bizda kontrastli kompyuter tomografiyasi tekshiruvi ham mavjud. Kontrastli kompyuter tomografiyasi kasalliklarni erta bosqichlarda aniqlash va unga yuqori aniqlikdagi tashxis qo'yish imkonini beradi. Agar sizda shu tekshiruvlar qo'llanilishi kerak bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Bemorlarimizga qulaylik yaratish maqsadida shanba va yakshanba kunlari kompyuter tomografiya xizmati 24 soatlik rejim asosida o'z ish faoliyatini olib boradi.